Assalomu alaykum. O'zbekiston xalqiga Spani bo'ladigan divanimizni mana oldiga jurnalni stollar qo'yib, chiroyli holatda qanaqa variantlarda ishlashi, nimalar ishlatganlarimiz bilan sizlarni tanishtirib qo'ymoqchimiz. Spani bo'ladigan divanimiz xo'p, mana shu holatda bo'lsa mana bemalol 2 kishi, 3 kishi o'tira oladi bir tomonda. Mana tomonda ham 2 kishi, 3 kishi o'tirib turib, jurnalni stoli bemalol choy ichib o'tirsa bo'laveradi, xudo xolasa. Buni baquvvatliklari hamma yo'g'i xizmatiga garantiyalarimiz bor. Ishlashini ko'ryapsizlar. Endi bu qanaqa qilib ishlaydi bu sondiq, misol Spani bo'lishi, sondiqlari deysizlar. Hali birinchi ko'rgan ekanlarga mana sondig'i mana. Sondig'ini ham ko'rib olinglar. Xo'p, endi avazbi mana narsani shunday olishib qo'yindi. Bitta buni Spani qilib ana qilib qo'yib mana aziz muxlislar mana shu holatda mana o'tirib bemalol ikki tomon o'tirib o'rtada choy ichib misol o'tiradigan holati bo'lsa, endi bu narsani choy ichib bo'lgandan keyin yig'ishtirib turib Spaniga ham qo'yasiz bo'ladi. Mana qiling avazbi. Mana bu holatdan sen yurgan, jichib yurgan shuni. O'ting. Bu narsani mana hop, bu holatda mana Spaniga ham qo'ysa bo'ladi. O'zi asli bu Spani divan 3 tasi birda ishimiz mana Spani bo'ladigan divanimiz, sondiqlar mana ashi. Endi bu Spani holati turgan bo'lsa, mana bu narsani ko'tarib turib buni yig'ishtirib qo'ysak, yarim Spani bo'lib qoladi. Telefon o'ynab, hozirgi zamonga e'lon qilinadi. Zamonga qarab, zamon xavfnavas bo'lib deydi-yu. Yarim Spani televizor ko'rib, telefon o'ynab yotadigan. Bu holatda mana bemalol yotadigan joy bo'ladi. Hozir buni ko'ringlar mana. Buni ishlashlarini bu holatda bemalol mana o'tirib divan holatiga keltirib olinadi. Xo'p, endi bunga nimalar ishlatganmiz? Ichida asosiy yog'ochi 100% sasnada bo'lgan. Yonlari MDF dispida yig'iladi. Baquvvat dispida. Materiali 100% mo'shi material. Bemalol dog'larni yaxshilab eshitib olinglar, dog'il bo'lib qolsa gelda artinglar. Gelda artinglar bemalol yuvib chiqaveradi. Nimaga? Biz o'zimiz uni sinab ko'rganmiz. Ashuning uchun sinovdan o'tgani uchun gelda artinglar qanaqa dog' bo'lsa chiqib ketaveradi, xudo xolasa. Xo'p, endi machalkasiga kelsak, 19 plots machalka deymiz. 8,5 sm machalkalar qo'yilgan. Ishlarimiz baquvvat, hamma tomonlama. Hamma yo'g'i mo'shi material. Bosh tomonlari ham mehki, yumshoq holatda ishlangan. Kechki paytda Spani qilib bemalol yotilaveradi. Xolasa yarim Spani qilib oladi. Xolasa o'tiradigan divan bo'lib qoladi. Xo'p, endi buni razmeriga kelsak, ichi 1.40 ga, uzunasi 2 metr bo'ladi buni. Tashidan tashigacha 1.75 bo'ladi. Agar yo'q, menga kattaroqqa kerak deydiganlarga buni ichi 1.40 bo'lsa, 1.60 ligi ham bor. Ichi uzuni o'zgarmaydi, 2 metr bo'ladi. Tashidan tashigacha 1.95 bo'ladi, 1.60 lik ishimiz. Mana shu holatda mana Spani bo'ladigan 3 tasi bitta divanimizni ko'rinish holati. Bunga qo'shimcha bir jup yostig'i bo'ladi. Albatta buni ichida bir jup yostig'i bo'ladi. Hozir chevarimizda chiqadi. Mana jurnalni stolimiz endi alohida narsa, divanimiz alohida narsa. Xo'p, biz mana shu mebelni ustasimiz. Stol ustasi endi boshqa stol ustasi. Kimga shu divandan kerak bo'lsa, nomerlarga telefon qilasizlar, rangini aytsanglar, xohlagan ranglarni tayyorlab beramiz. Jurnal stol ham kerak deydiganlarga jurnal stolni ham xudo xolasa ustasidan olib birga qo'shib chiqarib beraveramiz. Buni Samarqandga chiqaryapmiz, ertaman chiqaraveramiz xudo xolasa. Stoli bilan bitta hoji aka zakaz qilgan. Ertaman Alloh nasib qilsa Isuzu upakovka holatda yuklab chiqaraveramiz. Kimga shunaqa divanlarimizdan kerak bo'lsa, nomerlarimizga telefon qilinglar. Imkon qadar O'zbekiston bo'ylab chiroyli qilib, zo'r qilib tayyorlab, aytgan ranglarda, aytgan razmerlarda chiqarib jo'natib beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa keyingi videoyimizda ko'rishguncha.